Salam, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 7-qaror Vojjon Yipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Xinjiang Vojjon so'z chekti sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Programmamizni Xinjiang miras sherikti alohida talab qildi. Programmamiz bilan Xinjiang Kamal so'z chekti sherikti strategik hamkorlashdi. Programmamizni Xinjiang bosh barmoq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat sherikti alohida qo'lladi. Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z chekti sherikti programmamizga yaqindan yordam berdi. Endi maydonga chiqadigan 1341 nomerlik Mahir. Muborak bo'lsin Mirzat, xush keldingiz. Hozirgi hissiyotingizni birli so'zga yig'inchoqladingiz, qaysi so'zga yig'inchoqlaysiz? Jiddilashishga hujjar yo'q. Yaxshi, tayyorliklar yaxshimi? Unda xos ifodangizning yaxshi bo'lishini chin qalbimda umid qilaman. Omadlik bo'ling. Marhamat. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Naqshtir Ruslanlar Mirzat Mo'min. O'zim Turpan Picha noyisidan bo'laman. Bu yil 28 yosh. 2017-yilda maktab bitirib, 2018-yilda davlatimizning chaqiriqiga asosan Jungo Ozodlik Armiyasi Dengiz Armiyasiga qabul qilindim. Shu tariqasida harbiy san'at maktabiga imtihon berib tanlanib, 2 yil harbiy san'at maktabi Dengiz Armiyasida xizmat qilgan bo'ldim. Maqtim Ipak yo'li qatnashish imon bo'lsa, o'zimni bir sinab baqish tariqasida qatnashdim.听我寒夜流寒秋火，怀醉冷过了你心无飘远方，风雨里追赶，雾里分不清形状，天空挥发你我可会变多少次？延續諗緊要嘲笑，從沒有放棄過心中的理想。一親那風發，又有濕疹的感覺，不知不覺變成心裏我。原來我這一生不羈風中愛自由。哪會怕有一天會跌倒 ？No， 別去理理想，誰人都可以。哪會怕有一天你和我？敢聽我。寒夜流汗笑飄過，懷醉諗過了你心無飄遠方，風雨裏追趕，霧裏分不清形狀，天空揮發你我可會變？原來我這一生不羈風中愛自由。哪會怕有一天會跌倒 ？No， 別去理想，誰人都可以。哪會怕有一天你和我？
Rayonimiz korxona sohasida oldin qator turadigan Xinjiang Hojon suv chekish şirkati Hojon g'ortamlik gazliq ichimligi mahirlarga omad tilaydi. Salom hurmatli ustozlar, manglarning hozirgi vaqt xayrlik bo'lsin. Mening ismim Mirzat Mo'min, o'zim Turpan Pichandan. Xizmatim Urumchida. qarshi olamiz. San'at maktab bittadan. Mirzat inim qarshi olamiz. Avval Naqshanga rahmat. Rahmat ustoz. Sana deydigan yürek sözüm. Bizningki Ramleydar rivoyat guruhimiz seni qizg'in qarshi oladi. Rivoyat guruhidagi ustozimiz Mahmud Sulaymon boshladiki, rivoyat guruhidagi koni yangi barcha shogirdlar men bilan birlikda sen bilan qo'limizni ching tutishib, yuraklarimizni chiqarib oxirigacha ko'ngil ozodlik bilan xalagan usulda bilimingizga biz tayyor. Rahmat ustoz. Qizg'in qarshi olamiz. Nima tuniyman ukamni o'tganda akkordda ashu asqarlan qilishida yaxshi ediki. Nimasi yaxshi-da? Cho'nta yaxshi. Deb so'rasam, shoxtada usulda o'qidim dedim-mi shoxda? Aktyorlikmi, usulmi? Naqshida. Naqshida dedim-mi? San'at maktab o'qidim degan kelinmi, endi maktabni kasbini ko'rgandan keyin o'xshamaydi. Ba'zan turish, muomilasi uchun kasb bo'lgan. Bizning ma guruhida yaxshi bolalarni jiq qirasiga qilsam, yaxshi bola. Sen agar mush bolalarga qitilsang, uzun yillar mobaynida degandek bir narsa, o nega uni bo'lgan, uning gap yo'q. Shu eng muhimi shu. Uzunga mingib, yaxshi bir narsalarni planlab, payzi bir ishni ro'yobga chiqarish uchun. Juma? Rahmat ustoz. Payzi. Mening ijodiyatchi ishkanligimni sal unutib qolyapsizlar. Shu. O'zingiz bir turishtirayotgan bo'lsangiz bo'lsa. Men naqsh etishdan avval qalamchilik qilardim, she'r yozardim. Sizniki mening gruppam kirishingizni shundoq orzu qilyapman hozir. Shundoq mushlarni shu galdirni siqib turib, ashno cho'ntikdagi soatlarni ilib turib, sizni talashqim kelib ketib bordi. Balkim ko'nglingizga birsini pikkansiz, ammo lekin sizga hozir ham fursat bor. Yuragingizga agishing. O'zingizga mos keladigan energiya maydoninglar to'g'ri keladigan yerlarda tursanglar, menimcha texim yaxshi deb o'ylayman. Esil zo'ping asardan birini tayyor qilaman, Asqarkam ishlaydi, bizning guruhga kiring. Mirzat biz undan bilishimiz ham edi. Sağam artıq bağa bir iş ketmeydi. Bu yerga mush sana kelib, o'zining rolini joriy qildirma degan g'ayratinga barakallah. Qaysi guruhga kelsang uzunga menga alaysa. Boshqa guruhga borsangmi, yana men deydiganim shu. Mening guruhimda sendek balik kam hozir. Sendek bir balik kam. Bunda yavaş o'tmasak, ma guruhimdan kirib olgan guruh ekan deb qoldim. Birinchi ijodiyatning xazinasi shu guruhda. Bizning guruhga kirish uchun sen menga sovg'at berishing kerak-da. Agar sen sovg'at tayyorlamagan bo'lsang, bizning guruhdan umidni o'z. Ma bo'ldim. Endi men yana bir og'iz gap qilayda, men kichik bo'lsam-mi? Kichikligini qilyapsan-da. Sen Naqshanda shunda huzurlandik. Sen pishqan bir naqshchi. Tarbiyalashi majizsiz. Rivoyat guruhini tanlashingni uchun ko'nglimda umid qilaman. Endi oxir tanlash fursati menga kelgan bo'lsa, men tanlaydigan ustozimiz Zarishaq Abdumat ustoz. Yipek yolu sadasın, süygünü yok şidrasın, kuş havazla seydasın, yipek yolu... Xo'sh, Mirzat, siz Ramleydar guruhiga kirdingiz. Unda qolsa, mushu guruhdagi pika tushib, muqimlashib bo'lgan mahirlar o'rnlardan turib o'tgan bo'lsanglar. Mirzat, mushu ikki mahirimizdan boshqa mahirlarni xohlagancha tanlab olsangiz bo'ldi. Marhamat. Mening sol qo'l tarafimda, endi mana shu o'rtaga o'rni o'ng qo'l taraf 3-chi do'stimizni men tanlay. Wow. Tunji ko'rib qarashlaringni. Tunji ko'rib kulishlaringni. Xiyol qushib xiyollaringga nazing bilan
birga bo'lishni xiyol qushib xiyollaringga nazm bilan birga bo'lishni bo'ldi inem bo'ldi rahmat kichik bo'lgan bilan bo'ldi-ku. Sen necha yosh kirding ukam? 19 19 kirib 19 yosh kirib bunday aytgan bo'lsang. Rasmi yaxshi ish qolmay Yana oldi. bir 5 yilgacha. Rasmi yaxshi kamim yo'q. Xato tanlab qo'ydim odamni. Suygan ey bu dunyoda pamusar kelginamdi qiynamayan seni izlab bu dunyoda kezmay suygan bu dunyoda pamusar kelginamdi qiynamayan seni izlab Bo'ldi, kichik bola qo'yibman. Xo'sh, Zoir Shah ustoz, yana bir murakkab tanlash sizning beshingizga keldi. Birodarlar, savoqdoshlar, do'stlar. Umid dinimiz bilan Mirzat dinimizning aytgan naqshlarini angladinglar. Balkim bahona men demasam, sizlarning ko'nglinglarda aniq bo'ldi. Musobaqaning ehtiyoji bilan to'g'ri tushunishingni umid qilma. Mirzatni ipqasak. Ramida rivoyat guruhining muhim a'zosi bo'lib o'rtasimiz bo'ldi. Qani, ustoz bilan ko'rishayotgan ekan. İpek yolu sadası, suygunu yok şigrası, kuş havazla seydası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası. Xo'sh, hurmatli ustozlar. Yana o'xshashlar 5 sekund vaqt berildi. Mayli qanlarni bildirsanlar bo'ldi. Ta'tir sinoq boshlandi. 5 4 3 2 1 Rahmat ustozlar. Hech qisi yo'q. Mayli, bugun mishaga chiqmagan bo'lsangiz, keyingi sizning san'at yo'lidagi hayotingizning texmi uzun, texmi yo'riq bo'lishini chin dilimiz umid qilamiz. Rahmat. Allohga ishki biz yurak so'zimni davom bo'lsam, mening o'z kichigimni bexib cho'nqqan ota-onamga yana bir rahmatini bildirgan bo'lsam, albatta. Yana meni kanimda oq terak ko'p meni qo'llab bergan Nazar tog'amga rahmatini bildiraman. Rahmat. Mana Nazar tog'am bor. Hamon hülnime Biz kökleymiz şuna deneyime İnsan degen Mayli kavap yang, mayli xogo yang, mayli mayli qiza yang. Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. Bir yilning har faslida bahuzur iste'mol qilsangiz, ixtiyorsiz vojonni deb qolasiz. Vojon g'o'rtamlik gazliq suyi. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bo'lgan mahirimizning numeri 160. Yao Liuling. Qani səhnəmizə mərhəmət. Muborak bo'lsin mufassar. Tayyorliklaringiz qandaroq? Yaxshi. O'zingiz yaxshi ko'rgan ustozning o'rindiq aylantirishni shundaqla ifodangizning alayda yaxshi bo'lishini umid qilma. Qolgan mahirlar deydigan yurak so'zingiz? Qolgan mahirlar deydigan gapim jiddiylasmay o'zining sahnadagi eng yaxshi holatini chiqarib yaxshi faxr qilishni chin tilak. G'ayrat qiling. Marhamat. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men naqshchi mufassar Nazar bo'laman. Bu yil 21 yoshga kirdim. Zamoniy naqsh o'rlash kasbida o'qiyapman. O'zim odatda naqsh maydon klublarda naqsh etib, nihoyatda yaxshi bo'lgan bir tajribalarga erishdim deb o'ylayman. Endi Ipak yo'l sadosiga diqqat qilib ko'rayotganlik 10 yildan eshib ketdi. Bu qitim o'zimni bir sinab beqish, ustozlarning menga bo'lgan fikrini anglab beqish va ustozlarning guruhiga qabul qilinib qolsam, yangidan tajribalarga, bilimlarga erishish uchun bu programma bir qat ish beqishni o'yladim.
Parlez-moi avec amour, avec amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je vois, c'est rien de cette histoire. Car jusqu'à moi, c'est toi. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes années s'apparent, oui, mais voilà dans le prix et dans la silence. Regardez-moi, autour ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Comment dire qu'il allait voir des noms, ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le déposais là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes années s'apparent, oui, c'est ma gueule s'est montrée. Mais voilà, tant pis. Voilà, 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 voilà qui je suis. M'aimerais, m'aimerais, comme j'aimerais, comme j'aimerais. Mais voilà tout le prix. Et de la silence. Ne partez pas. Je vous en supplie, restez le tous. Ça me sourate pas. Mais faire à vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on a mon ami qui ça va pour toujours. Je m'en quand même parce que moi je sais pas bien aimer mes couteaux. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà, même si mes années ça finit, c'est ma gueule c'est montré. Mais voilà tant pis. Regardez-moi fort et monsieur maman tout ce que j'ai d'ici, c'est ma gueule c'est montré. Mais voilà, voilà, mais voilà, 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 mais voilà, voilà. Rayonumuzda serkertlik rol oynayotgan miras çekiliş şirketi Mayırlarga Ahmet tilaydi. Ya sen Türk gitsen o zirke pırkın. Ye. Karasın zirkte de ben mirasdan latyalarını yaptım. Ya ama doyun veşi xoğu bu. Bu bek peyzi kara çoğun küçük işki kalıp çıkıda tetip baka şununla aksa. Ben miras latyanı biz nakşi yitip ziriksem iyi vatımız abi. Ma açık ya ma o ya? Pişigönük ya. Peyzi yaptım mı bu? Salam ekrandagi barliq ko'rmanlar va naq maydondagi barcha ustozlar. Men o'zim G'o'ljidan bo'laman. Ismim Mufassar Nazar, hozir Urumchida turyapman. Bu yil 21 yosh. Mufassar Vala. Mufassar Vala. Vala. Banxon qiz bu biz bilamiz. Teyze, yakınlarımız şu Urumchi Tojikistonda bir kulüp var, şu kulüp nurg'un cho'lponlarni tarbiyalab barib juma. Birga ishlayman bu singlim bilan. Bu singlimni men tunayman. Bu singlimiz bilan tajribali ishildik. Sadoqatinglar, vafodarliginglar bilan menga ayg'ichib maqsanglar, sizlarning umidinglarni hargiz yerda qo'ymayman. Gaping dinle. Hop, bunda başsız öyrildingiz Xo'ja Hikmat Qurban. Men birga qilaymi? Yaxshi asar yaratishimiz kerak. Yaxshi asar yaratish uchun shunday bir sahna bo'lish kerak. Balkim meni ya bilasiz ya bilmaysiz, ammo men sizni bilmasam. Nimishqa biz Tojikistonga tamoq yil bormiz. Hatto ba'zida sizning naqshingizni, sizning uslubingizdan huzurlanish uchun bormiz. Rahmat. Ba'zida bir muhtarkamning bir gapi bor. Maqtisa, ma'lum bir odamni maqtisa, buning rag'bat, ilhom paydo bo'ldi. Bir qilayotgan ishini u texim yaxshi qiladi, uni sashirib qildi deydi emasmi? Biz sizni davomli maqtaymiz. Nima ish qilmoqdaymiz? Sizning maqtig'idek bir sharoit, talant bor. Aning keyindan bizmi o'zimizning yosh doirasida, o'zimizning kasb doiramizda sizga hech bo'lmasa bir narsalarni deb beralaymiz xolos. Shunga meni hozir umid qilganim
Men özümün köngülgem deymen go. Polat akamның gruppasını şundaq, masalan sizning uslubingizda Adil Adamның şu Adil Adam gapni bek chiroyli ochiq dedi. Hatta Kamil akamның gruppasida, Zahir akamның gruppasida deymiz. Qaysi gruppa bo'lsa hammamizga o'xshash. Ammo sizni hozir men sizni hech kimga bagim yo'q. Ammo sizning ikkilanmasligingizni, bizning Kamal gruppamizni tanlab, o'zingizniki mushu san'at mengayotgan hozirgi nimangizdan bir o'zgartib biqib, o'zingizning kasbidagi alayligingizni ching tutgan asosda yana bir uslubni qatib tang billa tirishib beqishimizni men chin ko'nglimdan iltimos qilaman. Yaxshi gap bo'ldi. Polat aka. Qaqaysan özümüz o'ngshab ketimiz. Misha otaga mushu bashimiz o'zaro havu deyishimiz, mush qatımliq 10 yilligini o'xshamaydigan bir narsa chiqarib baqsaq, o'xshamaydigan hammamiz kuchni birga qo'shib turib, ma asonga to'xtamaydigan mushundaq bir sahnani texim gullandirsak degan o'xshash orzudimiz. To'g'ri, Adilandigina siz Adilankiga texim mos kelsiz hamma jihatdan. Lekin yana boshqacha tanlab baqsangiz bo'ldi deganim, hozir Adila bilan singil do'st bo'lyapsiz. Buda masalan bizning tanlab baqsangiz o'xshamaydigan bir narsalarni qiyichi chechuyisha. Ba'zan narsalarni chechuyisha, ba'zan narsalar yengillik narsalarni qabul qilsangiz, yana atini birlashib, yana texmi yaxshi bir ishlarni keltiramiz. Yaxshi gap qildi. Menga qitaqayman, kichik bo'lsam-mi? O'zingiz qatimliq. Mufassar singlim, yaxshimisiz? Yaxshiman. Ya'ni ko'rashdik, qarshi olamiz. Avval naqshingizga rahmat. Bakpayzi. Rahmat. Bakpayzi huzurlandik. Men eng oxirida o'rildim. Naqshingizda huzurlanib bilab, anadagi o'rildim. Sizning ovozingiz chiqishingiz bilan tundim. Men mufassar bilan biz bir sahnalarda naqshi aytgan, naqshi aytimiz. Aytib kelyapmiz. Mufassar songlimiz yeshi kichik bo'lgan bilan o'ziga tushliq xasligi bor, aloyidligi bor. Naqshchi hammamizga ayon bo'ldi-ku bu. Lekin mufassarga ham emas, mushu ekran oldidagi barliq yoshlarimi deydiganim bu Ipak yo'li programmasi sahnasi odatdagi kichik sahna emas. Bizningki Ramledar rivoyat guruhimizmi sizning kelishingizni qizg'in qarshi oladi. Qolgan gapni agarda bizning guruhlarga berib qolsangiz qolgan gapni deyishimiz. Ammo lekin sizda so'yoq. Biz Ipak yo'li qatnashgandan boshlab yaqin har qanday ish bo'lsa biz maslahatlashib qilamiz. Bu yerga hammalar yaqin. Lekin hamda masalan Odilami o'zining uslubida voyaga yetgan bilan masalan bizning uslub kelganda biz maslahat qilamiz buni. Men so'rayman, men qanday olaman, yana qanday olaman deb. Biz naqshlaringizni qanday boshqa uslubda ma'nolaysiz siz. Bizga tushadigan uslublaringizmi bor? Agar shu jihatdan bir ancha-muncha yangilik qilib baqqan bor desangiz, bizning qo'limizdan kelish sizga xizmat qilishga tayyor. Bak jiq gaplarim bor, lekin vaqt uzrab ketmasa, munchalar gap qilib turay. Men hozircha hamda qolgan gapni keyin deyish olamiz. Qolgan tanlash qani o'zingizda. Oldi bilan shuni kichigimdan boshlab qo'llab kelayotgan ota-onamga va atrofdagi do'stlarimga, kichigimdagi tarbiyalagan ustozlarimga chin qalbimdan rahmatimni bildiraman. Bayatni 5 yil ustozni yaxshi taklif bilan ba'di o'rnoq aylantirib meni qo'llagandan naytdi. Xursand bo'ldim, naytdi, xushal bo'ldim. Men shunda hayajonlanib turibdim. Men hozirgi natijani qanday chiqarishimdan qat'iy nazar Adiladan menga meniki yaxshi ustozim, men jiq narsalarni o'rganib olgan sakin turib, Adiladan sakin turib naqsh aytdim. Men bundan qarab do'raylardan qaysi farqlarni o'g'irlab olsam bular, qaysi narsalarni bilib olsam bular deb jiq narsalarni bilim demay o'rganib olmay jiq narsalarni. Endi meniki tanishim Hujmat Qurbonsiz. İpek yolu sadası, süygünün yok şigrası. Kırıcılar acayip hoş oldum. Benim akamның uslubu başqacha turib, men bu akamni nima qilmadim demay taladingiz, bek hoş oldum. Anan keyin texim hoş bo'lib ketgan ishim hammamizning guruhida mushundaq ajoyib yetib bir mayillar paydo bo'ldi. Bek yaxshi bo'ldi. Endi mushu Asha Kamal oilasida xohlagancha birini tanlaysiz. Men hargiz yishingizga qarata demayman. Bizning muqimlangan balla o'rningizdan turibdinglar. Mush oldidagi 8 qora ko'zdan Xohlagan birisini tanlab oling. O'zingizning yishiga tushmaydigan, jinsiga tushmaydigan. Mushu sol taraf ikkinchi akam tanlaymiz. Fakat kaldı şirin
hatire sen yarını söygen çığımda bir günçini üzdüm purudum Bəxet külgen yaşlık çığımda Acep oldum Acep oldum Acep Gıyıklayman Acep oldum Acep oldum Acep Gıyıklayman Bizni mecep Nadan Neke kirip Girip bolgan Gıyıklayman Stop Ojibat Qurban ustoz tanlash ne o'tamsiz kepti. Qani. Manda bu musobaqa endi boshlandi. Shundami bundan keyin maqdagan qadamlar bek uzun. Hozir biz o'zimizning gruppasi 10 bal bor degan bilan eng oxirida balkim 1 bal qilib qilish mumkin. U bir bala mush bir programmada balkim yo 5ga chiqadi yoki bo'lmasa bir 5 ning orasiga yoki 10 ning orasiga kirolmasligi mumkin. Shallanib, tanlanish degan bo'ladi. Növtüde Yipegül programısidagi mayirlarning umum ahvolini ko'z tutgan asosda mufassirni tanlashni qaror qildim. Muborak olsun mufassir. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla seydası, İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla. Hoş, hiç qısı yo'q. Yana fursatınız bor. Onda qolsa shu besekotni yana ustozlarimiz berayli. Teatr sınaq başlandı. 5, 4, 3, 2, 1. Rahmat ustozlar. Sizga rahmat. San'at yo'lida davomli dag'dam yashashingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Ipak Yo'li Sadasi programmasi sizga omad tilaydi. Hozir mening ko'nglim yerim bo'lmadi. Ko'nglimdagi gap rost. Anandan keyin oldi bilan o'zimning bir yerim tanlaqshamni aytag'animga Muxtar Kamaş'ın qo'shildim. Anandan ustozlarimizningki bundan keyingi hayotning texnik sarxil, kasbiyatning yaxshi yo'l ketishini, kunlarni qo'shib qo'ram, manlik, ananning umrining uzun bo'lishini umid qilaman. Anandan oxirida meni bexuchon qilgan ota-onamga, jafokash qarindoshlarimga mushu program orqali, mushu ekran orqali rahmatimni yo'llasam, rahmat sizlarga. İnsan degan hamon nima Biz ko'klaymiz shunga g'ayma Miras ochiqlari o'zgacha esil tam, materiali alayda tayyorlangan. Ochiq ichida huzur ichida lazzat. Har tishlaganda ochiq tamning lazzati tam sezgingizni o'taldirdi. Tam sezgingizni larziga soladigan lazzati cheksiz miras ochiqlari. Tanlangan ziroat, toza burchaqlar, quvvat yemish, shifoliq retsept bilan tayyorlangan. Saharda bir qacha ruhli bir kunning boshlanmasi, kechda bir qacha harduq ala. Miras, qora kunjut, qizil burchaq va jag'day qo'noq umashlari. Muqam Murado'dan. Ey navbahar yarisiyem Subhi gecem perver hava Andin gülüm Vay bulbul tipi Yüz bergi bir lemon navaca
seni parlaydı Ama saat kılı çıksan Kızılını parlaydı Alemdek şey yok dek Gündüm seni havlaydı Yumulak civan ayarek Yumulak yumulak vay yumulak Sen yumulak kal ben amrak Yumulak civan ayarek Yumulak yumulak vay yumulak Sen yumulak kal ben amrak Yumulak civan ayarek Ayarek şirin yarek Vay ciniyem Ayarek mestan yarek Vay ciniyem Ay kalemde kaşirin yarek Vay Ay kalemde kaşirin yarek Vay Yar ya aynek cemali Yar ya aynek cemali Vay kıyep ot kasilip yarey vay Vay kıyep ot kasilip yarey vay Yar ya ne dur hıyali Yar ya ne dur hıyali Dilber mini kıydirdi Lemlerine seydirdi Vay gülem hanyalerim Lemlerine seydirgen Kalem kaşlık mestane Vay gülem hanyalerim Cəsur yigitlərinin aldın tanlışı bulub kelayotqan Şinjan Kamal xalqaro şərikdə Kamal kiyim-kechakları mayırlarga omad tilaydi. Ay bugungi to'yning kiyim-kechakni o'ylashdingiz? Bunun kiyishini teza bilemedim Cuma. Qarsam Kamal markasiga kestollarning yangi nusxalari chiqibdi. Shunday yarashimliqga. Bo'lmasa ashnadan bir shukur akilaydimi? Mayli, shunda qilaylik bo'lmasa. Hamma qilmaymansa. Hürmetlik ustozlar, Gondon'un kelgan İskendercan. İskender. Yana bir kitim sizlarga o'tliq salom aytaman. İskender. Rahmat. Yaxshimi? Yaxshi. Bu degan Turpan Mukom. Men 2021-yildan boshlab Lukchinga bir necha kitim minib turib qaytirib etib mushu naqshini hozir akadim sizlarga. Peyze. Ko'pning rahmat. 你可以流利的说维语了是吧？差不多吧。是，他喜欢说。你是21年到新疆？Men tunjikdim 2019-yili men Yekanga birib o'sha yerda tunjikdim 12 monni anglab oshiq bo'lib qilib hozir bir kichik mukamchi va mukam tadqiqotchi bo'libmi deb meningcha deb hisoblayman. Men qalbimda shu gap tugamaydi. 5 yıl oldu mu hazır? Hazır 5 yıl oldu. 5 yılda已经很不错了这个。你认识王江江吗？认识。你刚一上台我还以为是江江呢，因为我们跟他关系很不错，我们彼此叫的是亲戚。你是来自广东哪儿？广东珠海。珠海。哦，很美丽。然后怎么会接触到木卡姆？对，我也很想知道。Şu 19-yili men Yekanga sayohat qilg'ili bordim. Shu chog'da men shu bir restoranda bir necha muqom vorisi bor. Menga shu Uyg'ur 12 muqom naq maydondan chalab men shu hangli anglab shu nim degan go'zal davlatimizda deb outcome shunaqa his qilib qiziqib bo'lib qoldim. Lekin shu chog'da men Uyg'urcha tiqi men bilmaydim.
lekin men öğrengim battı. Kandak kılayım. Uygurçanı mu newden başlap öğrenip başladım. Ha, lekin 5 yılda mesela yılın öğrenişimi bir gap mukamlik. Kazın İtalya'da resmi ötken katında aldın qaradım kege İskender. Jabing olap qatnaşqan. Bizim men bugün aytkan şu Turpan mukamның ustazım Abdulum rayoni derecelik Sulayman Abdu Efendi men bu fürsətdə men çokum onunğa köpdən köp rahmet aytdım men. Rahmet. Ve şu yolda benim şu hayatımda nurgun adam beni yardım bergen mesela bizden uluq Muhtar Bogra çoğun ustazımız Roşin Mübarek bolsun. Şoli bilen ikkimiz yaman köp muңdişimiz. Pat işxana kep turdu. Muş Yipek Ulu'nunki ötken sandım başlap davamlıq bizдің Yipek Ulu'nu qollap berdi bu jiget. Biz mo darvozamizni kengri echiqliq. Rahmat. Shundaq bu sandonliq qarindishimiz hamda bizga nimani bildirdi desanglar, Junxo büyük ailesining zich ittifoqligini ifodalaydi. Şoli bilan muqam to'g'riliq bilgan bilmaganlarimizni davomli ifodalab turamiz. Bu Amerikada hozir tilshunoslikda o'qiyotdi bu inim, bu qarindishim. Bizni va silini, mastallarni qo'llab kelganligi uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ustozlarning o'rnini turib bir olqish berib yutishini umid qilaman. Bizning yoshlarimizning Şoli'nin ügünüşüne Çin yürgümde ümit kılıman. Muş on kanat ve sol kanat dikilimi alkış verişini ümit kılıman. Şoli'ye köpten köp teşekkür. Bu sanat hayatının ki tekim parlak buluşunu hepimiz ümit kılımız için. Rahmet. 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 谢谢你用自己的方式守护12个木康木，这就代表了我们民族的，就是世界的。 Bu fakat şu Cumhur milletlerinin şu göheri emas, menimce şu insanın göheri de hesaplanıyor. Şu yolda bana yardım bergen ustazlar pek köp. Mesela Ayşegül Malim şu mukam eğitiş şu uslubi bana köp öğretti. Ve şunun keyin mesela şu Avam Stüdyo'nun ki Divşat Avam Müslim ustazımız. Bunundaki yakendeki ustazımız kim? Yakendeki ustazımız. Köpten köp rahmet aytamiz. Minnettarlık hemmemiz yarı olsun. Ben bir aşıqman. San'atning aşıqıman. Ögünüştün ögütüşkice. Öğengücüdün yetekçi boluşkice kalbim aşıqlıqdan, qadimim izchillikdan yenib baxmadı. Bu yükseliş jarayonida arzoyimning kamal topadiganini ishondim. Chunki men kamalni o'zimga hamroh qildim. Kamaldan ham ishonch topdim. Kamal kiyimlari yigitlik tadqiqomatingizni namoyon qilib, mendek har bir arzu egisini kamaliga yetkazadi. Hozir maydonga chiqadigan Mayir bo'lsa 2985 numaralı Mayır'ını seni teklif kılmam. Mübarek bo'lsin Nurali. Rahmat. Bugungi ifodangizning yaxshi bo'lishini umid qilman. Tayyorliklaringiz qandaroq? Yaxshi. Natiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar jarayon chuqum yaxshi basimiz. G'ayrat qiling, aql sehnni saqlayman. Marhamat. Yaxshimisizlar, men ko'rdim kelgan naqsh do'stonlar Nurali Ahmad bo'lma. Bu yıl 23 yaş girdim. Bu qatimki 7-ci qararlıq Vojo İpek yol sadası qatnashish qilmasdan bo'lsa, o'zimninki ham naqsh etish talantini namoyon qilish, ham o'zim bir sinab baxmoqchi. Wow.
Yana men azaplanadigan bosqichga. Hayatımga keldin, özgerdi ömrüm. Baxtga aylandi hatta her günüm. Ebedi bulsun sen bilen yolum. Erkem mening gülçik rabanım. Güzel küllerde birge biz qarab. Yaman günümüz bulmuşsun zerre. Yettik bu günge birlikte mana. Kalbimning malikasi gülçik rabanım. Sen bulsan yıkın kelmeydi kaygı. Hayatga ünde kalbimde duygu. Ayrılmığın hiç yenimdim mengü. Hayatımның mənası gülcik rabanı. Sen bulsan yıkın kelmeydi kaygı. Hayatga ünde kalbimde duygu. Ayrılmığın hiç yenimdim mengü. Hayatımның mənası gülcik rabanı. Azaplansan ger yığlaydı yarim. Arzularımız asmanıda. Sağ bulsa yeter tenin ve canım. Güzel küllerde birge biz qarar. Yaman günümüz bulmuşsun zerre. Yettik bu günge birlikte mana. Kalbimning malikasi gülcik rabanı. Sen bulsan yıkın kelmeydi kaygı. Hayatga ünde kalbimde duygu. Ayrılmığın hiç yenimdim mengü. Hayatımның mənası gülcik rabanı. Sen bulsan yıkın kelmeydi kaygı. Hayatga ünde kalbimde duygu. Ayrılmığın hiç yenimdim mengü. Hayatımның mənası gülcik rabanı. A'la sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati mahirlarga omad tilaydi. O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshashgina men Başbarmaqning yong'oqmay ekan ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi, ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir achay bunisini. Mushuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu Başbarmaqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku, shuni o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga olib kirib, o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Endi qilaman. Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlar. Men Korulda kelgan Nurali Ahmad bo'laman. Qarshi olamiz. Rahmat. Nima ish bilan, nima kasb bilan deganda tafsir. Endi kechilik klubida naqsh aytaman. Korulda. Biz bilan o'xshash kasbdik. Zarikan o'rildi mana. Rahmat. Ha. Zarikanning naqsini aytib berdim, aytib chiroyliq. Avval Hammamizning o'rilgisi bor-da, lekin Zarikan o'rilgandan keyin biz endi xo'sh bo'ldik-da, xotirjam bo'ldik. Zarikan muboraklaymiz, Zarikan o'rildi. Men Zarikan gaplaymiz. Avval naqshanga rahmat dedim. Rahmat. Bak chiroyli aytding. Mushu udulingdagi
4 ustoz o'rling'a ichimda bir narsa yeb ketdi qara. Mushu naqshini sen meni hurmat qilib, mushu naqshini yaxshi ko'rib, men mushu naqshini essam ashakam o'rildi deb turib yurganga fikib kelding meningcha. To'g'ri. Necha kirdi? Bu yil 23 kirdim. 23 ga. To'g'ri. Keynimga shunda o'rilsam xuddi bir umoq bola turdi. Sening raqchilik qilayotgan aqlaring-ku. Naqshini shunda yaxshi aytding, men gapni yig'inchoqlasam edim. Rahmat. Sana men o'rildim. Rahmat. Sana men o'rildim. Sen cho'qim yaxshi naqshchi bo'la olaysan. Endi bizningki gruppa o'ng qo'l tarafdagi ikkinchi o'rin sen ko'ngling xohlaganmida ko'zingga sat ko'rangandan bir chiqadi deb. Aynan yetgansan. Mushu 3 aylandan boshqa, ma 3 aylan bizning gruppaniki muqim bo'lib ketganmi? Mushu 3 aylandan boshqa sen xohlagan 7 aylanni tanlab sen PK'ga tushsang bo'ldi. Rapchilarni tanlab olsang chataq chiqadi juma. Ikisi bir bo'lib chiqib o'ng so'ldan Yakams ani bani turkin seni axir-maxir pamadir asmaski kilka qustab bunu. İkinci qurtki. Erşat inim başla. Capalarda qalsam bir kuni dat alamlar qiynasa meni Vapa qilsam shu kuni hamra bo'lay, hamroying bo'lay. Stop. Rahmat. Tüküldü şarıldap pelektin yağmur ay yüzüde kürüngen üstün niti Zahir Şah Ustaz. Müşkül vazifasiga berildi. Unda qolsa, o'ng tarafda Ershad, sol tarafda Nur Ali. Bir mayrini tanlab birsizda. Qani. Ershadga biz 2 qatim fursat berdik, ha? Ustozlar hammalar bilisizlar. Ershadning yanı tanlanish fursati bor. Lekin Nur Ali'ni ipqanmasam udullam ketib qoladigan ish bor. Nur Ali yeshi kichik. Rahmat. Mushu sahnaga jur'ati bilan mening naqshamni elib kelganiga Ershad bilan qo'rqmay ashu akam bilan PK'ga tushma deb chiqib bizniki yaxshi birodarimiz Akbar Zibani naqsini shunda chiroyli etib berdi. Shunlashqa men Nur Ali'ni tanlab olsam. Muborak olsun. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, kuş havazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın. Başqa tat ustozlarga yana 5 sekund vaqt berildi. Ta'tir sanoq rasmiy boshlandi. 5 4 Ya siz kechikdingiz. Ya men kechikmadim. Ya Po'lat tamam berdi. Labuji. Qo'shunda qolsa Po'lat Tursun ustozning hujum guruhida yana o'rin bor. Bevos berib o'tsangiz bo'ldi. Muborak olsun. İpek yolu sadasın, suygunun yok şigrasın, kuş havazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın. Güzel arzu hareketke aylanganda hamma kishi bosh barmog'ini chiqaradi. Hareketga kelib güzel manzilga yuzlangan Şinjan boshbarmoq dehqonchilik mahsulotlari etish mas'uliyat şirkati naqshlarda kuylangan yaxshilarning baxt belgisi. Boshbarmoq
Karmaz yarni çoğmına. Bu qatam maydonga chiqadigan mayor 1294 numurluq mayor. Muborak bo'lsin Qaysar. Rahmat. Dutlarni ko'tarib chiqqaningizni qaraganda bir xalq naqshlanlaydigan o'xshaymiz. İcadiyeti. O'zingizning ijodiyati, unda xusus ijodiyatingizning ustozlarning alayda bahosiga erishishini va o'rindiq aylantirishni uchun qalbimizni umid qilamiz. Xayrat qiling. Marhamat. Rahmat. Yaxshimisiz ko'rganlar, ismim Qaysar Alqam, G'o'ljidan keldim. Kasbim muzika o'rindash. O'zim ijodiyat naqshlarim bordi. Shu naqshlarni hech qilib ustozlarning yaxshi baholarini anglab boqay, fikrlarini deb. Birinchi qara ipak yo'li sadasi qo'yilgan vaqtida men o'ynashdim. Qatnash arzuyim bek bor, cho'lpon bo'lish arzu bor, lekin o'zimning iqtidorga ishonchim yo'q. Kichik bo'lgandan keyin yosh jihatdan, kasb jihatdan toza pishib yetilmagan deb qaradim o'zimni. Kerginim qavoq emas shibxonasi içkinim şarap emas yarning nolisi Kerginim qavoq emas shibxonasi Yeni kamil geldi İçkinim şarap emas yarının nolisi Tutamning ichida olar jinimni qaymoqdek tangshelgan dutar torsi Sırayla Tutamning ichida olar jinimni qaymoqdek tangshelgan dutar torsi Dutlarni naq maydon şey vaqtida bu yerde yığılğan tepmeller tolar çünkü bu aşklar ülpet hanesi sırrını hemmige etskini bulmaz bek zayıf kıldı kömül yarsi baharının yaz var uluşup gider ah lekin kelmedi dilim parsi neçirek boğzum nemdeldi açık gözümden yütkende yarının qarsi Kelgine ülpet taş esralı şayli sen mi şu minindek yar avarsi Kelgine ülpet taş
şu meningdek yar avarsin Senmi derdinni yazaylı billa Tutulsun çıraylı şıkkımızı Senmi derdin yazaylı billa Tutulsun çıraylı şıkkımızı Kerginim hava emas şıkkımızı İçkinim şarap emas yarının nalısı yarının nalısı Rayonumuzda güzellikni söygüçi hanım kızlarning oldin talışı bulup kelayotgan. Ramnidar markesidagi ishonchli girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelayotgan Xinjiang Ramnidar xalqaro so'z chekish shirkati Mahirlarga omad tilaydi. Adaş yaxshimi? Yaxshi adaş. Yaqin terangdek yaxshi o'rnini ishlatsa. Men yaqin bu Ramnidar markesidagi bir yurish mahsulotlarini ishlatayotgandim. Ko'rib boqay. Buning ichida kirpik uzatishlarki, anondan keyin oqartish buyumi bor ekan. Oqartish buyumi bak, teriga bak yaxshi singadi ekan. Ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul, rahmat. Men ishlatib ko'rib boqay. Ma'qul. Yaxshimi ustozlar, tomoshabinlar. Ismim Qaysar Alqam, G'uljidan keldim. Bu yil 24 yosh. Bunda o'zgacha bir uslub yaratyapti. Bu teksti muzikasi bir divtaman Naqshining. Tiksi Azmat Ahmed Taromatimizning muzikasi o'zimning ijodiy. O'zimning kelgansa. Ben bunu manda şuşenligini bilsem örülttüm emesine. Dedim bu onda bak gözümde. Biz tötele örüldük. Hocika sen başta örüldün. Hazır mı şu? Toşap ketkenler örülüp toşmağanlar örülmeydiğen bu. Mağmı tek atışık olan geçti. Dünya ben Şu ben birinci lap örüldüm değil mi? Bek yaxşı iken ben. Onun üstüge. Bu inimdeki tişe şende hiç xalqçı iken. Pek çıraylık. Şahsen ben bu doyunsida körme eserlerini tembirini hakikaten çıraylık çalады. Hem Naqshini bugün anladım. Naqshin hakikaten yaxşı aytadi ekan. Sen her qanday gruppaga yarışsa, cümleden bizning İpek Ulu Sadasi programmasiga texim yarışsa. Rahmat ustoz. Bizning gruppaga uningdan bekrekmi yarışsa. Ama yana bir tevciyeler var, yana bir raqabetler var mı? Şuna sakam, sen ikkilenmeye bizim şu Kamal gruppasiga kelip, qağaçni biz ayrım deyishvasak buldu, ma vaqt mı bir şey berip bitbardı. Şu, mena deydigan gipim şu. Sana ihtiyaclıq biz, gipim tügüdümüş Kamilcil kapınmay, 20 sekund, Zahir Şah 10 sekund. Adiladan 5 sekund yaptı. Do'st men gapirmasam. Çaladan bir para çelişini yaxshi ko'rmayman, sana o'xshaycha. Sen çalanmaydiganlar ekan. Çalalaydiganlarga basan talışıp qalasa. Yürükim tegdi meni. Lechkin o'zi aytilayotgan naqshlar orasida bir yurak tegadigan bir naqsh ekkanlar. Ham mush sana, yana desak yana shu. Bu sanada qandaydir hamma bilan kelib birinchilikni ele olishni ko'zlab, niyatimizni xato qilib qolsak, adam xato niyatini qilgandan keyin mallik etib ketadigan ish shu. Shunga bu yak sening kelishing qanday natijalash uchun yoki natijaga erishish uchun emas, sen emas, hammalarninki. Durust. Faqat o'zimiz eng yaxshi ko'rgan asarlarimiz o'rinda olish qo'shindag'i. Mana sen tunji ijodiyating bilan saniga chiqding, shundaymi? To'g'ri. Maqsad shuki. O'zining ijodiyatini mana biz shu bashiriylarga yoqdi, o'tag'amiz mayirlig'im yoqdi, bu xalqimizga yoqdi. Mening gruppamga kelsang, asosiyatni ikkimiz birga ijodiyat qilib, xalqqa yoqadigan. Men shunday qilyapman o'zimning qo'ldan kelishicha. 70-ga atrofimda og'inlarimiz bor. Shunga Qag'irni mendan so'raydi. Pekiga tushib kelib ketdi-chu. Qarasang. Shunga qarasha olamiz seni yine. Men kelsangiz, biz birlikda zamonaviy degan mush uslubni o'rganib ma'miz ham menga o'rganishga to'g'ri keldi. Biz mush uslubni tutgandan keyin fikam. Agar o'rganish qo'shaqmasa, men biroq dappasam bo'ldi meni o'rganganimni. Agar tang o'rganimiz desangiz, qo'lim ko'ksimda. Rahmat ustoz, rahmat. Shunda yaxshi huzurlandik Naqshonga rahmat.
sahnaga mi bak yarashding o'zingchi. Nimda menga o'xshaydi deyim bu. Chastara mirasini lapiyonsiga o'xshaydi. Oppoq to'mam deb menga o'xshaydi. Turdi menga so'rayapti bu. Naqshanda huzurlandik, Naqshanga rahmat. Sen shundaq o'zingning yo'lini yaxshi tepib ketib qolgan bir yaxshi inimiz, seni yaxshi ko'ramiz. Bizning Ramneyda rivoyat guruhimiz seni qizg'in qarshi oladi. Rahmat. Oldi bilan shu o'xshashlar ota-onamga rahmat aytaman. Dadam tunji ustozim bo'ldi bu kasbda. Oxirgi tanishim Kamiljon ustoz. İpek yolu sadasın, süygünün yok şigrasın, kuşkavazla seyna. Hoş, bizden peki uçuştuğun baldan birini tallağın hem de. Hazır muqim bo'lib qolgan saboqdashdan yendik aqinamni tanlayman. Unda bo'lsa Italiyaninki o'ti tayan deganmiz. Che bella cosa una giornata sole, l'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca, pareggiana festa, che bella cosa una giornata sole. Rahmat. Aşkım yoşurmay bernağ aytım Şeydalığım neden aytım Şeydalığım neden aytım Kamiljon ustoz. O'ng tarafda Aqil, sol tarafda Qaysar. Sizning tanlashingiz? Sen mening jutdashim, o'zimning ukam sen. O'zimning inim go sen. Sen menga men bilan birga. Shunga inim vaqtli hozir turib turdi, lekin ma programma tukkandan keyin biz davomli men bilmagan inim bilan. To'g'ri. Sen oxir tanlashim Qaysar. Muborak bo'lsin Qaysar. İpek yolu sadasın, süygünün yok şigrasın, kuşkavazla seynasın, İpek yolu sadasın. Xo'sh, Aqil. Sizga yana bir qitim fursat bor. Unda qolsa, yana davomliq. Ta'tir sinaq boshlansin. 5 4 3 2 1. Nayt afsus. Lekin bizning Ipak yo'li sadasi programmamizning darvozasi sizga mangu ochiq. Aldı bilan shu programmadagi hammalarga rahmat aytma. Nima ish qiladigan vaqt mushchilik sen hozirlab bergani uchun shu ustozlarga rahmat aytma. Naqshamdan uzrlab meni qo'llab turgani uchun. Mumkin bo'lsa yana kelma deb. Cho'qim shunday. Sizlar oy davomli birlar bizning xizmatimiz davomli faoliyatimiz birlar. Elimi yaxshi natija erish bo'ldi. Kenimni qo'llab turgan shu kasbdoshlarim bor, nurg'un meshin chanqaytidigan ota-onam degandek hammasiga rahmatimni yetkazib olsam degan. To'xtab turasiz. Yaxshi naqshchi bo'la olasiz. Ha, mana. Natijamiz chiqdi sizlar. Aqilbek. Munda qilla. Mush sankaga vaqtida mush qoidani nima chiqargandi men deb pushaymon qilib qoldim. Yurkimdek gap. Birinchi naqshangmi bek yaxshi bo'ldi, ikkinchi naqshang shunda bo'ldi. Lekin shu guruhdagi ehtiyoj va keyingi bosqichlarning talabi bo'yicha shunda bo'lib qoldi. Shunglashqa sana Aqilbek 8. qarorda 5000 odam tizimlasimi, 10,000 odam tizimlasimi yoki bir odam tizimlasimi 8. qarorga agar qiziqsang 8. qarorda bevosita mush saniga taklif qilaman seni. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Chiqaman seni saniga.
Üzem öyle çıkamazsın sen. Mübarek olsun. Rahmet Sen bana yani sana bir yıl fırsat var diyen gap ma bu. Ulamda Buldu. Sen şuna ata-ananga, yo, yurttaşlarınız salam dep cümleli menin kelimden mansan buldu. Buldu. Aleyhma gülüm. Mübarek olsun sizge Ahmet yardım olsun. Skirtleymiz şuna değme. İnsan degan. Birinci derecelik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Hojun Sochek şirkati 20 ming yuan qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci derecege erishgan Mayerimiz bo'lsa, Xinjiang Miras şirkati 15 ming yuan qiymatidagi elektronlik royal bilan mukofotlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan Mayerni Xinjiang Kamal Sochek şirkati 10 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan Mayern bo'lsa, Xinjiang Başbarmaq dehqonchilik mahsulotlarini echish cheklik mas'uliyat şirkati 5 ming yuan qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi. 5. derecege erishgan Mayerimizni Xinjiang Ramnidar Xalqaro Sochek şirkati 3 ming yuan qiymatidagi tutlar bilan mukofotlaydi. Kishiga nurg'un go'zallik mujassamlangan. U ba'zida sirliq, ba'zida nafs, ba'zida jalbkor bo'ladi. Go'zallikda yuksalish uchun nurg'un sinoqlarni boshdan kechirishga to'g'ri keladi. Men go'zallik yo'lida kaskinlik ham talabchanlikdan to'xtab qolmadim. Bu yo'limdagi hamrohim Ramlida. Yipek yolu sadası, söygünün yok çeyresi. Kuş avazla seynası, ipek yolu sadası. İpek yolu sadası, söygünün yok çeyresi. Kuş avazlar seynası, ipek yolu sadası. Kadın ipek yolida jaranglaydı kongura. Kitek gelri dalağa, küy nakşimiz bekira. Gümüş tağlar çok iyisi, nur kaytıdı yürekke. Küç birdi nakşimiz tümelligen çiçekke. Kuş verdi nakşimiz tümelligen çiçekke. İpek yolu sadası, söygünün yok çigrası. Hoş avazla seynası, ipek yolu sadası.
yerde İnsan düşer